Amfiteatrga keldim. Farg'ona senikimi? Eco City'ga kirdim. Eco City'ga kirdim. Hozir menga boshimni og'ritma. Hammaga assalomu alaykum. Bu vlog men uchun juda ham muhim. Bugun Sharif aka bilan Farg'ona fan bazi haqida gaplashamiz. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Tinchmisiz? Sizlar yaxshimi aka? Yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat. Keloringlar degan ekansiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalasiz? Qidirib topdingiz siz oxiri. Qidirdik. Farg'ona assalomu alaykum. 27-iyun kuni shu yerda Eco City Bular trend olishyapti. Biz direkt chiqamiz. Vatan konsert bo'ldi ko'rishmoqchi. Assalomu alaykum insonlar. Men Konsta. Farg'ona Eco City 27-iyun kuni soat 19:00 dan boshlab shu yerda yig'ilamiz. Hammangizni kutaman. Yo'q, anaqa Sahnalar buzib, boshqa pro-laytdan boshqa qo'yiladi. Ikkisida offline pikniklar san'at saroy kassalarida maksimal rekord qilamiz, tarqatamiz, uni olganda kelinglar ko'rishamiz. Salomat bo'ling aka. Salomat. Qolib ketmadimi ish qilib? Olindimi? Ha, lekin Olmoqchimasmidingiz? yo shoshilayotgan bo'lsalar ham mayli lekin. Yurib olasiz ketib olsangiz bo'ladi. Yaxshi. insonlar Sizlarni taffuf his qilmayapsizmi siz? qanaqa? Yaxshi aytib oling. Qanaqa? Taffuf degan institut bor ekan. Institutmi? Yo, men no fake only qilganman. Ha, no fake only anaqa bo'yicha. Fan gruppa bo'yicha. Fan gruppa bo'yicha. Qani ketdi. Hozir start Yo'qmi video? siz bitikcha bering. Bering. Uy, anaqa bittasi tushib ketib qoldi, emas. Bunisimi? Krepleniyasimi? Chiqarmasdan yo qoldimi o'sha yerda dam olib. Qo'limga ushlab olaveraman, ha? Farg'ona senikimi? Eco City'ga kirdim. Eco City'ga kirdim. Hozir menga boshimni og'ritma, choying ham boshqa ham kerak emas. Men hozir shunday bilet rasmini olaman-da, dalsh ketaman Andijonga. Andijondan keyin Namanganga ketaman. Namangandan keyin Toshkentga ketaman. Tak что senga aytishim shart emas edi bu. Qanaqa ujin qilib ketay, bitta ujin qilib qolgan hamma ishni tugataymi shunday qilib? Film ekan topdim, meni izlamayapti ekanlar. Topdim, boshqa izlamayman. Topdim oxiri mana. Qidirib topdim. Sen nimaga izlayotganding? Bu men bo'lib ketgan, qorincha trek tarqalib ketganda, qarshi kim tarqatganini qidirib yuruvdim-da. Bu bolaning ham ismi Hasanboy edi. Keyin bu bola bilan adashtira olishib, shunaqa men tarqalib ketdi. Hasanboy seni qidiryapti degan. Hasanboy meni qidiryapti. Ha, anaqa bo'yicha, gruppa bo'yicha. Nima bo'ldi? Odam yig'ilyaptimi? Odam 30 tacha qilib qo'ydik. 30 ta kelishadi. Ko'p bo'lsa bo'lmaydi lekin. Ja ko'p bo'lsa davra kengayib ketadi-yu. Mazza bo'lmaydi. Ano do'sti kachap qilamiz. Nuks. Aytma bunaqalardan beri yotishibdi-yu, jinnisidan. 30 ta normalniy, undan ko'pi-ko'pda. Uje katta krug bo'lib ketsa, masalan 30 ta точно keladigan odamlar bo'lsa, точно yetadi. Xo'p, bosish kerak o'zi bu tema borligi, yaxshi, mana shunaqa gruppalar borligi. Nimaga? Chunki konsertda sherik bo'lmasa yozilish qiyin-da, bunday ochilib mazza qilish qiyin. Masalan 10 ta odam turibdi, endi qo'polashtirsa ham 10 ta odamning ichida jinnisi bor chiqarib yuborish kerak konsertda. Lekin 10 talasi bir-birini tanimasa, 10 talasi ham turadi-da, anqayib. Agar tanish bo'lsa, birgalikda baqir-chaqir qilsa ancha g'ubor chiqib ketadi. Yillab maytda yuramiz bir xil, ishga boramiz, boshqa qilamiz, konsertda baqirib xumordan chiqib olish kerak-da. Sakrab, baqirib, ter chiqib ketsin, ovoz titilib ketsin, glavnisi. Zato o'shanisi bilan esda qoladi, o'shanisi bilan ancha g'ubor chiqib ketadi. To'ppa-to'g'ri. Ana negativlar chiqib ketadi ichidagi. Ana babyor chiqib baqiradi-yu, deb shunga o'xshab negativlar chiqib ketadi konsert bahona baqirib, o'ynab kulib. Bosila. Yana ko'paysa endi ja borsa 50 ta undan oshig'i, undan ko'p bo'lib ketadi. Chunki 3-4 kishi ham o'zi bilinib turadi, 1000 kishilik talpa ichida 4 kishi bo'lsa ham, mana shunaqa 4 kishi jamoa bo'lsa ham o'sha bilinadi qanaqa temaligi. Bizda yo'q mana Nukusda necha kishilik? 6 kishilikmidi kompaniya? 6 kishilik kompaniya butun Nukus va konsert sezyapti-da shularda. Даже anu ham bor. Ba'zi bir Nukusdagi e'lonlar kanalida, anonim e'lonlar kanalida chiqibdi. Konstant konsertidagi ko'k futbolkadagi va boshqa yonidagi kompaniyasiga katta rahmat. Sizlar sababli biz ham mazza qilib uyalmasdan baqir-chaqir qildik deganda. Ya'ni ular shu darajada anu bo'lgan, endi energiyasi yuqori, energichni, aktiv bo'lgani uchun qolganlar ham o'sha uyalmagan. Shunaqa tema bo'ldi Nukus. Guliston ham zo'r bo'ldi. Gulistonda ham bormi? o'rtalarim bor işte. Ha, endi Guliston
oxirgi yetkazishga qo'ymadi. Atak qolgani zo'r bo'ldi, конечно. Nu, editlagan zo'r bo'ldi. Ko'rdingiz adashmasam. Yo'q bo'ladi va mikrofonni olib qo'yasizlar. Bu energiyasi bo'lsa va o'sha artist kelganlar ham. Endi bu Farg'onaga mana o'rtada dam olish katta. Xudo xolasa Nukusdan keyin juda charchagan edim. Mana Xudoga shukr, yaxshi dam olib, qanday yaxshi bir kun dam olib, mana o'sha Xudo xolasa banglatamiz. Xudo xolasa. Farg'onada damchani olib, заряженный bo'lib, свежий bo'lib kelamiz. Так что komandani yig'ing, sostavni yig'ing. Biror bir sostav bo'lsalaring, misol uchun rasm mavzusida Qudratullolar bilan gaplashasizlar, konsert joyda emas, boshqa joyda akkuratniy o'zimiz yo'q boramiz. Bir kun oldinda bo'laman. Bir kun oldin nimalarga qaralashib, bo'l, cho't. O'sha payt yig'ilsanglar ham bo'ladi bir kun oldin ham. Shunaqa qilamiz. Biz ham bo'lamiz. Charchamang, yana bir bor rahmat, mikrofoningizni oling. Hasanboy ko'rishamiz.